Aziz do'stlar, bugun 3 yanvar 2026 yil shanba kuni. Mana 22 kunim o'yinni to'xtatganman. O'yindan chiqish mumkin, o'yinni to'xtatish mumkin. Bugungi gaplashadigan gapimiz shu ong ostimizdagi o'y-xayoldagi o'ynab bo'lgan illyuziyalarni yo'qotish. To'g'ri, siz o'ynab yurgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerdandir shu bir reklama nodirni ko'rib, sizni oldingi eski yutuqlaringiz yodingizga tushishi mumkin. Keyin o'zingizning kallangizda shu yana ozgina o'ynab o'zim kontrolировать, o'zim boshqarib bilaman deb o'zingizga so'z berib ozgina o'ynaysiz, yutasiz, keyin yana yutqizganingizdan keyin shu pulni ozgina qaytarib olaman deb yana o'yin girdobina girib, yana qarzdorlik botqoqini botishni boshlaysiz. Shunday narsalar bo'lmasligi uchun iloji boricha shu reklamalarga chalg'imaslik kerak. Sport o'yinlarini iloji boricha kamroq ko'rish kerak. Ko'rgandan ixtiroslarga berilib, oldingi euforiyalarni yodga tushirmaslik kerak. Shu vaqtida to'xtating, xulosa chiqaring. Uni yaxshi oqibatlar olib kelmasligini o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq.